Xitoyga qarshi 5000 kishilik namoyish Yevropani larzaga soldi. 27 aprel Belgiya poytaxti Bryusseldagi Yevropa parlamentining oldida 5000 kishilik namoyish boshlandi. Namoyish bugun atdiganda boshlandi. Namoyishga Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy rahbari Rabiya Qodir xonim, Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dulqin Aysa, Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Farhad Muhammadi qatorliqlardan boshqa Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada, Avstraliya, Turkiya, Yaponiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Yevropa qatorliq 20 necha davlatdan kelgan tashkilot yetakchilari hamda har qaysi davlatlarda yashayotgan Uyg'ur muhojirlar ishtirok qildi. Bu namoyish Yevropa shundaqla Uyg'urlarning chet eldagi tarixida har qaysi tashkilotlarning birlashib Xitoy rejimiga qarshi elib borgan keng ko'lamlik namoyishi bo'lib, dunyoning har qaysi davlat va rayonlaridan kelgan Uyg'urlar Xitoy rejimi Sharq Turkistondan yo'qolsin, Uyg'urlarga erkinlik degan shuarlari bilan Yevropani larzaga solsa, qo'lida egiz ko'tarib olgan oy yulduzli ko'k bayroqlari Bryusselni ko'k rangi bo'yidi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining bu namoyishni tashkillashdagi maqsadi Uyg'urlarning navbatdagi echinishlik vaziyatini Yevropa ittifoqi orqali dunyoga anglatib, Xitoyning Sharq Turkiston xalqi ustidan elib berayotgan bostirishini cheklash ekan. Namoyishda Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Farhad Muhammadi apandi so'z qilib, biz bu yerga dushmanimiz Xitoyga milliy irodamizning hargiz bo'shab qolmaydiganligini bildirish uchun hamda Sharq Turkistonda Xitoy turmalari va atalmish tarbiyalash lagerida azob chekayotgan xalqimizning ovozini xalqaroga anglatish uchun yig'ildik deganlarni bildirdi. Egilnicha Turkiyadan namoyishga qo'shilmoqchi bo'lib viza iltimos qilgan bir qism kishilarning iltimosi tasdiqlanib, bir qism kishilarning iltimosi tasdiqlanmagan. Namoyishga Sharq Turkiston ulamolar birligi raisi doktor Ataullah Shahyor qatnashdi. Undan boshqa namoyishga bir qism qarindosh millat vakillari mo ishtirok qildi. Turkiyadagi Uyg'ur o'quvchilar Belgiyadagi namoyishni qo'lladi. 27 aprel Turkiyaning Kastamonu shahrida o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilar Yevropa parlamenti oldida o'tkazilayotgan 5000 kishilik namoyishni amaliy harakati bilan qo'lladi. Turkiyaning Kastamonuda o'qiyotgan 50-60 ga yaqin o'quvchi qo'llarida oy yulduzli ko'k bayroq va Turkiya bayroqlarini ko'tarib, Kastamonuning cho'ng yo'llarida takbir sadosi bilan Xitoy zulmiga qarshi yurish qildi. Sharq Turkiston ahvoliga yaqindan ko'ngil bo'lib, xolisona yordamlarini ayamagan Kastamonu Diyonat idorasi va Qur'on kursidagi ustozlar bu faoliyatni qo'lladi. 2 soatga yaqin davomlashgan bu yurishda o'quvchilar Kastamonu shahrining asosli ko'chalarini aylandi. Avstraliyada 5000 kishilik namoyishni qo'llab namoyish elib berildi. 27 aprel Avstraliyaning Adalay shahrida Belgiya poytaxti Bryusseldagi Yevropa parlamentining oldida o'tkazilayotgan 5000 kishilik namoyishni qo'llab namoyish elib berildi. Namoyishni Avstraliyada faoliyat qilayotgan Sharq Turkiston jamiyati tashkillagan bo'lib, namoyish 27 aprel juma namozidan keyin boshlandi. Namoyishga Avstraliyada faoliyat qilayotgan har qaysi jamiyat va Avstraliyada yashayotgan cho'ng kichik barliq Uyg'urlar qatnashdi. Namoyishga yana Avstraliyadagi jamiyat va tashkilotlar bilan Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati haqida maslahatlashib, Sharq Turkiston xalqi duch kelayotgan echinishlik vaziyatga qarshi birlashib harakat qilish harakatini ilgari surish maqsadida Avstraliyada ziyoratda bo'layotgan Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati raisi, qo'shimcha Sharq Turkiston tashkilotlari birligining raisi Hidoyatulloh O'g'iz ham qatnashdi. Koreya rahbarlari oxiri kelishdi. Shimoliy Koreya prezidenti Kim Jong-un bilan Janubiy Koreya prezidenti Moon Jae-in Koreya yarim orolini yadro qurollaridan tozalash qatorliq nurg'un masalada fikr birligi hosil qilishdi. Turkiya ovoz radiosining xabarida bildirilishicha, Shimoliy Koreya prezidenti Kim Jong-un bilan Janubiy Koreya prezidenti Moon Jae-in bugun atiganda ikki davlatning chegarasiga joylashgan Panmunjom yezitida ko'rishgandan keyin qo'shma axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. İki rahbar bundan keyin Koreya yarim orolida urush yuz bermaydiganligini jakarladi. Rahbarlar o'q chiqarishni to'xtatish kelishimini uzun muddatlik tinchlik kelishimiga o'zgartish va Koreya yarim orolini yadro qurollaridan tozalash uchun hamkorlashib xizmat qilish masalalarida fikr birligi hosil qilishdi. Jong-un bilan Moon tushdan keyingi programmalarining tunji qismida Koreya yarim orolida tinchlik va farovonlikning simvoli bo'lishini umid qilib, birlikda ko'chatdikdi. Qarg'ay ko'chti ikki davlatni ayirib o'tgan harbiy chegara liniyasiga yaqin joyga tikildi. Rahbarlar ko'chatning yıldızlariga Janubiy Koreyadagi Halla teg'i va Shimoliy Koreyadagi
Bakudu teg'idan elib kelingan to'pilardan to'kishdi. İki davlat arasida 1950-yildan 53-yilgacha davomlashgan urushdan buyon 3-qatim boshliqlar yig'ini o'tkazilgan bo'lib, oldingi 2 qatimliq boshliqlar yig'inida birmu Shimoliy Koreya prezidenti Janubiy Koreya ziminiga qadam bosmagan edi. Biroq bu qatimqi boshliqlar yig'inida Kim Jong-un Janubiy Koreya ziminiga qadam bosdi. Shimoliy Koreya prezidenti Kim Jong-un dadillik bilan Janubiy Koreya prezidentini chegaradan o'tib, Shimoliy Koreyaga o'tishni taklif qildi. Janubiy Koreya prezidenti Moon Jae-in prezident Kim Jong-unning bu taklifini rad qilmay, Janubiy Koreyani simvollik bo'lsa-mu ziyorat qildi. Fransiya agentligi Sharqi Turkistondagi bostirishda Xitoy fuqarolarining rol o'ynayotganligini eskartdi. Fransiya axborot agentligi payshanba kuni maqola e'lon qilib, Sharqi Turkistondagi bostirishda Xitoy fuqarolarining rol o'ynayotganligini ilgari surdi. Erkin Asiya radiosining xabar qilishicha, Fransiya axborot agentligi o'smini yo'qotish, Xinjiangdagi bostirishda Xitoy fuqarolari rol o'ynamoqda sarlavhalik bu maqolada Xitoy doiralarining yezilarga tushirgan xizmat guruhlarining vazifasi haqida tafsiliy to'xtalgan. Maqolada hukumat bu xizmat guruhlarining vazifasi xalqning ko'nglini utish desimi, lekin ularning Xitoy davlatiga qarshi xavflarni tepib chiqish va ularni jazolashdek yana bir maxfiy vazifasining borligini ta'kidlagan. Maqolada Qaraqosh noyisining Yava yezisi Oqchig'anliq kentiga tushgan Bingtuan xizmat guruhining bu vazifani eng oshqun holatda ijro qilayotgan xizmat guruhi ekanligi, yezilarga avatilgan bundaq xizmat guruhlarining 10 mingdan oshadiganligini bildirgan. Maqolada oshkorlashicha, Bingtuan radio televiziya universitetining xizmat guruhi Oqchig'anliq kentiga o'rinlashib 4 oydan keyin bu kentning 100 dan ortiq aholisi g'oyib bo'lgan. Maqolada ularning tutqun qilinganligi yoki yepiq tarbiyalash lagerlariga yo'llanganligi eskartilib, bu mazkur kent nufusining 5 dan 1 qismini tashkil qilganligini bildirgan. Hindistonda 7 nafar Maoparast isyonchi o'ldirildi. Hindiston soqchilari Maoparast isyonchilarga zarba berish harakati elib berib, 7 isyonchini o'ldirdi. Türkiye Ovoz radiosi xabarda bildirilishicha, Hindistonda Maoparast isyonchilarga zarba berish harakati elib berilib, 7 Maoparast o'ldirildi. Soqchi amaldori Muhit Garg Chhattisgarh o'lkasiga joylashgan Bijapur rayonidagi o'rmonlikqa yoshirinib olgan Maoparast isyonchilarga zarba berilganligini uqtirdi. Zarba berish harakati jarayonida to'qinish kelib chiqqanligi, soqchi tarafdan o'lgan yoki yaralanganlarning chiqmaganligi bildirildi. Maharashtara o'lkasida mushu haftaning 5ida soqchilar bilan isyonchilar orasida to'qinish yuz berib, 37 nafar Maoparast isyonchining o'ldirilganligi xabar qilingan edi. Xitoyning inqilobchi rahbari Mao Zedongdan ilhom olgan Maoparast isyonchilar Hindistonda 1967-yildan buyon nurg'un o'lkada qurolli hujumlarni sodir qilib kelmoqda. Sharqi Turkiston qon yig'layotdi. 29 aprel İstanbul Küçükçekmece Cennet Mahallesi Yahya Kamal Bayatli ko'chasi Kültür ve San'at Merkezi'de Sharqi Turkiston qon yig'layotdi temasida Sharqi Turkistonda Xitoy rejimi elib berayotgan bostirish va zulmni tunishtirish faoliyati o'tkazilmoqda. Bu faoliyatni Turkiyada faoliyat qilayotgan Xo'ja Ahmad Yasavi va Irfon Vahbi, Sharqi Turkiston Ma'rifat hamkorlik jamiyati, Sharqi Turkiston muhojirlari jamiyati, Qozon turklari jamiyati, Qozoq turklari ilm va tadqiqot jamiyati, Korkut Ata jamiyati qatorliq tashkilotlar birlashib tashkillagan bo'lib, faoliyatda Qozog'istondan kelgan Sharqi Turkistondagi zulmning shohidi bo'lgan qarindoshlarimiz Sharqi Turkistonda bo'layotgan zulmlarni tunishtirdi. Bu faoliyatni tartiblaguvchilar Istanbulda yashayotgan qarindoshlarimizning vaqtida kelib qatnashib berishini umid qilganligini bildirdi. Faoliyat 2018-yil 4-oyning 29-kuni yakshanba kech soat 8 da boshlandi. Faoliyat o'rni İstanbul Küçükçekmece Cennet Mahallesi Yahya Kamal Bayatli ko'chasi Kültür ve San'at Merkezi.